Assalomu alaykum. Zamonaviy mebelni kuzatib borasiz qadrli obunachilarimiz. Navbatdagi divan transformerimiz buyurtma asosida tayyorlab berildi. Ko'rib turganingizdek, 1.60 ga 60 santimetrlik pufiga, bundan tashqari ichi sanduli qilingan. Ko'rib turganingizdek. Divanimizga keladigan bo'lsa, mexanizmda, ilpiy mexanizmda kravat bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. Kravati bo'lgan holatda shu uzunligi 1.90 cm tashkil etadi. Podushkasidan, yo'rtuvchidan foydalansanglar bo'ladi. Ko'p qavatli imoratlarga, domlarga juda yaxshi yechim. Ko'rib turganingizdek, podushkasini yanchoqqa ishlatavurasizlar. Buni bemalol odam o'tishi ham bemalol hisobga olingan. Laminat MDFda materialimizda Turkiya Polsha material ishlab chiqaramiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham o'tish imkoni bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerimizdan aytib o'taman. 93 527 36 46. Email-ga